Qishloqdagi qizlar Instagramda 100 mingdan oshiq auditoriya to'plab, shu paytgacha oilasi haqida gapirmagan va ularda ko'rsatmagan edi. Bugun bo'lsa, oilam ishtirok etgan ilk videoda ulashaman. Ayam va dadam, ukam, opacham bilan bugun ovqatlanishga bordik. Dadamni ishidan ozgina vaqtga ruxsat tekkani uchun o'zimizni madaniyat qishlog'imizni sentrida yangi ochilgan va hamma maqtayotgan oshxonaga keldik. Mantilar pishib yotgan ekan, och qoringa kelganim uchun 10 tani yevorsam kerak deb o'ylagan edim. Lekin ikkitasi yetdi, judayam to'yimli ekan. Boshqa ovqatlarni ham tatib ko'raylik deb birinchisiga hammamiz ikkitadan monta yedik. Mazasiga ko'rinishi baho bera qolsin. Yog'i olinmagan, mazali qatiqlar bilan shunaqa zo'r ketdi. Madaniyatlilar yoki madaniyatga yo'li tushganlar buni tatib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Mazali taomlari va issiqqina zali bor oshxona bizni qishlog'imizda borligi meni xursand qildi. Montidan keyin oshga hujum bo'ldi. To'yda oshini ta'mi takrorlanmas bo'ladi bilasizlar. Men bu oshdan ayni shu ta'mni topdim. Qolganlar shu narsalarga to'yibdi, lekin biz dadam bilan lamonni ham yaxshi ko'ramiz va ozroq qilib soldirib undan ham yedik. Ovqatlar 25 mingdan yarimta noni, choyi va salatlar ichida monta yetdi. Ramazon yaqin bilasizlar, saharlikka osh, iftorlikka monta uyingizga dastavka qildirsangiz bo'ladi. Qorinni to'qlab, uyga mazali qatiqdan 2 ta oldim. Oshxona madaniyat sentri ko'prikda joylashgan. Videoda madaniyatli tanishingizga jo'natib qo'ya olasiz. Qizlar yozgan edi, shunaqa daromad kurslaridan bittasiga to'lov qilganimda yo'qolib qoldi deb. Jasmina 100% ishonchli, cho'chimasdan to'lov qilaveringlar o'rtoqlar. Xo'p, siz bitta kursga to'lov qilib, ikkita narsani o'rganishingiz mumkin, ya'ni logistika va trading. Bular haqida avval sizga ma'lumot berganman, hozir yana ozgina qo'shimcha qilaman. Logistikada siz furachilarga tovar topishda yordam berasiz, tovari bor odamga bo'lsa furachilarni biriktirib qo'yasiz. Aynan shu o'rtada turganingiz uchun daromad qilasiz. Kuniga 100 ming, 120 ming, 150 minggacha, hatto undan ham ko'proq pul topishingiz mumkin bo'ladi va sizga o'sha furachilarda tovari bor odamni hammasini kontaktlari, gruppalari beriladi. Tradingda bo'lsa kuniga $1 dan $20 topish imkoniyatingiz bor. Qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, Jasminan o'ziga yozing, batafsil ma'lumot beradi. Kursga chegirma narxda qo'shilib oling. Çok incitmişim sevdiğim insanları, belki çok aldatmışım can diyen cananları. Hozir pechga yoqqan edim, betim qip-qizil bo'lib ketibdi. Bundan avvalgi istoriyada ko'pchilik yozibdi, gazingiz yonib qolib ketdi deb. Atay o'chirmadim o'zim, chunki choy damlab bo'lganimdan keyin kartoshka qovurgan edim.
Xo'p, o'rtoqlar, esinglarda bo'lsa, yaqinda sizlarga Jasminani Telegram orqali daromad qilish kursi haqida ma'lumot bergan edim. 30 ga yaqin qizlarimiz bu kursga qatnashibdi va hozirda daromadga chiqishibdi. Kuniga 120 ming, 150 ming atrofida pul topishyapti ekan. Kecha menga Jasmina yozib, qizlarning otsuflarini tashlab berganida rosa xursand bo'ldim. O'rtoqlar, sizlarda ham imkoniyat bor. O'sha kungi chegirma narxda bugun ham o'quvchi qabul qilyapti. Kurslarga qatnashib olsanglar bo'ladi. Eng muhimi, siz pul tikmaysiz bu ishni boshlash uchun. Shunchaki kursda kuratorni mehnatini qadrlagan holatda kurs uchun to'lov qilasiz, bo'ldi. Yashaydigan ayol qizlarimiz uchun menda zo'r yangilik bor. Bu yangilikni men o'zim ham ancha vaqt kutdim. Toshkentda, umuman O'zbekistonda mashhur bo'lgan bitta brend bor, kiyim do'koni. Andijonda ham ochilishi bo'lyapti. Ertaga ochilish. Menilar bo'lsa, qaysi do'konligiga yozib ketinglar yoki bir pasdan keyin postga video qilib joylaganimda ko'rib olasizlar. Andijonlik ko'plab ayol qizlarimiz kutgan kun keldi. Nihoyat Dilmusendi Andijonda. Bugun sizlarni o'zim bilan Crepe City'da ochilishiga olib ketaman. Andijondagi Navro'z Molga yaqinroq hududda qad rostlayotgan ushbu majmuani qurilishi boshlangan. Bugun o'zim ma'lumot olgach, sizlarga ham ulashaman deb aytilingan vaqtga bordim va har bir mehmonni shunaqa tantana bilan kutib olishdi. Kelgan mehmonlar bilan biroz o'tirib, keyin majmua bilan tanishib chiqdim. 264 ta xonadondan iborat bo'lgan biznes klass toifasidagi uylarda siz $5000 boshlang'ich to'lov bilan qolgan qismini 60 oyga foizsiz va beniyasiz bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. 1, 2 yoki 3 xonali tanlov sizdan. Har bir podyezdda 2 tadan lift bo'ladi va liftlar sizni avariyli holatda ham o'z manzilingizga yetkazadi. Majmuaning podval qismi parkovka bo'lib, siz bu joydan liftda o'z etajingizga ko'tarilishingiz mumkin. Birinchi qavat 1500 kvadrat metrni tashkil qiladigan do'konlardan iborat bo'ladi. Eng zo'r joyi bo'lsa, majmuaning o'zini alohida bog'chasi bo'lishi rejalashtirilgan. Bu borada uzoqqa borib o'tirmaysiz. Qiziqqan bo'lsangiz, qoldirilgan nomerlarga telefon qiling yoki-da sotuv ofisiga tashrif buyurib, o'z xonadoningizni band qiling. Manzil Andijon shahar, Naqshbandiy ko'chasi. Navro'z Moldan 700 metr, Toshkent Premium to'yxonasidan 600 metr masofada joylashgan. Ushbu videoda shahar markazidan uyolaman deb yurgan tanishingizga jo'natib qo'ying. Voy qo'shni, yuribsizmi shuncha yildan beri qiynalib, buningiz bitib ko'rinmaysizmi? Qo'shni olmayapman, kreditlarim bor. Shunaqa deng. Tekinga operatsiya bo'lish, tekinga ko'riklarda o'tishning imkoni bor. Eshitding. Andijondagi hech qaysi klinikada hali bunaqa imkoniyat bo'lmagan. Sog'ligiga be'tibor bo'lmagan obunachilarim videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Medical Pro klinikasi va Lord Tursunov xalqimiz uchun bepul tibbiy yordam loyihasini boshladi. Loyiha doirasida 4 nafar odamga burun bo'yicha bepul operatsiya, 10 ta odamga bepul lor, urolog, ginekolog, stomatolog ko'rigi va yana 10 ta odamga bepul laboratoriya tekshiruvlari. Bu reklama emas, haqiqiy imkoniyat. Qatnashish shartlari: ushbu videoga bitta dona like bosasiz, ikkala sahifaga obuna bo'lasiz va izohlarda do'stlaringizni belgilab qo'yasiz. G'oliblar 31-yanvar kuni jonli efirda obunachilar orasidan aniqlanadi. Imkoniyatni o'zingiz yoki yaqinlaringiz uchun ham ishlatishingiz mumkin. Bu videoni barcha yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.